Assalomu alaykum chorvador aka-ukalar. Bo'qish quvozlari xunojinish quvozlariga kelar. Xudo xolasa bugun yangi partiyalarimiz kelgan, kecha va'da qilganimizdek. Sizlar bittadan qo'ng'iroqchani bosib, yurakchani qizartirib qo'ysalaring, qo'ygan videolarimizdan yanada birinchi ko'rishga harakat qilasiz akalar. Aka sizga obuna bo'ldim, pullari yengil, menga ham shunaqasidan to'p bering degan aka-ukalarimizga Xudo xolasa sizlarga ham to'p berishga harakat qilamiz akalar. Bu mollarimizni bo'ylari 90 dan 95 gacha chiqadi. Akalar ovqatlari xashak bilan bedani aralashtirib grabirkadan chiqarib beriladi. Kalla o'shlari. Mana akalar, busi sotilgan, ahamiyat bermay qo'yasiz. Busi mana naqda bittasi mana. Ko'rishlaring mumkin. Dastlabkasini o'ylashmasin. Vodiy bo'ylab yetkazib beramiz akalar. Vodiy bo'ylab yetkazib berib, Toshkentgacha ham dastlabki qilib beramiz. Xudo xolasa akalar, molda oldim degan akalarimizga. Endi buni yemish turishlarga bir hafta garantiya qilib beramiz akalar. Narxlarini aytib o'tishdan oldin yana videoga like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysalaring, mana shunday zo'r buqa va xunojinlardan xabardor bo'lib turasiz akalar. Like bosib, kommentariyaga otingga rahmat deb yozdim degan aka-ukalarimizga ham kami xayrisiz sunnatiga o'tib beramiz. Endi bularning narxlariga keladigan bo'lsak akalar. Narxi suv tekin narxida qilib beramiz, xudo xolasa. Hammasini oldim degan aka-ukalarimizga narxi 10.500.000 so'mga dastlabkasini vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Akalar, hali yangi partiyalarimiz bor. Bu partiyamiz xunojinlar, bular buqalar akalar, nari tarafda buqalar. O ag'dog'i mollarni olishga ham harakat qilamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bugunga shular.